Bu qismning eng dahshatli tomoni shundaki, unda hech kim birdaniga qulamaydi. Hamma asta-sekin ichidan yemirilib boradi. Kimdir kulib turib yolg'on yashayapti, kimdir kech qolgan pushaymonini muhabbat deb oqlayapti. Kimdir esa hali ham o'zini yengilmas deb hisoblab, taqdir bilan savdolashmoqchi. Ammo bu safar serial juda aniq bir narsani ko'rsatdi. Yashirilgan haqiqat qancha chuqur ko'milmasin, baribir eng og'riqli paytda yer yuziga chiqadi. Tomoshabin sifatida siz ham shuni his qilasiz. Endi orqaga qaytish yo'q. Har bir qahramon o'z tanlovining narxini to'lashga majbur bo'ladi. Eng avvalo, kasalxona sahnalari butun qismning yuragini tashkil qildi. Bir yigitning o'limi shunchaki navbatdagi fojia emas edi. Bu boshqalarning ichiga tushgan vahimaning tirik aks sadosi bo'ldi. O'sha oppoq xonada, sterillangan havoda bir paytlar kulgili, baquvvat bo'lgan yigit endi jim va harakatsiz yotar edi. Uning yonida turgan ayolning qo'llari titrar edi. U marhumga achinibgina qolmadi. O'z kelajagini ham shu jasad ustida ko'rib qo'ydi. Uning ichida bir narsa sinib tushgandek bo'ldi. Chunki ba'zan odamni o'limning o'zi emas, o'zini o'sha o'lim ichida tanib qolishi sindiradi. U shu paytgacha kasalligini dori bilan boshqarib yurayotgandek edi. Har tongda bir dona tabletka yutib, o'zini himoyada hisoblayotgandek edi. Ammo bu voqeadan keyin uning nigohi butunlay o'zgardi. Endi uning ko'zlarida oddiy ehtiyotkorlik emas, yalang'och, tirik qolish instinkti uyg'ondi. Bu hali oldinda uning xarakterini keskin o'zgartirishi mumkin. Chunki qo'rqqan odam ikki xil bo'ladi. Biri haqiqatga yopishadi, biri esa undan butunlay qochadi. U qaysi yo'lni tanlaydi? Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Kasalxonadagi yana bir chiziq bundan ham chuqurroq ma'no berdi. Davolanishni istamay, janjal ko'targan ayol aslida kasallik bilan emas, uyat bilan kurashayotgan edi. Uning g'azabi shifokorlarga emas, o'z hayotiga qaratilgan edi. Eshik oldida baland ovoz bilan baqirar ekan, uning ovozi butun koridorga tarqalardi. Biroq shifokorlar uning jahliga qarshi sovuqqonlik bilan javob berishardi. Bir payt u jim bo'lib qoldi. Shu daqiqada uning yuzidagi ifoda butunlay o'zgardi. U tanasidagi dardni tan olishdan ko'ra, butun olamni inkor etishni afzal ko'rdi. Shifokorning sovuqqon gaplari esa juda keskin tuyulsa-da, aslida bu serialning eng shafqatsiz haqiqatini ochdi. Ba'zi gunohlar kechirilishi mumkin, ammo ularning oqibatini tan olmaslik yanada qimmatga tushadi. Bu yerda serial faqat kasallik haqida gapirmadi, balki tanlov haqida gapirdi. Bir paytlar pul, nafs yoki yengil hayot deb qilingan tanlov endi umr va nomus orasidagi hisob-kitobga aylandi. Bu mavzu hali tugamaydi. Aksincha, aynan shu chiziq yaqin qismlarda yanada kengayadi va ko'proq odamlarning yashirin hayoti fosh bo'ladi. Siz ham shuni his qilasizki, bu ayolning hali aytmagan ko'p gaplari bor. Nazokat atrofidagi halqa esa tobora torayib boryapti. Bu qismda eng xavfli narsa uning qo'lga tushgani emas, balki endi unga qarshi gapiradigan odamlar ko'payayotgani bo'ldi. Oldin nazokat bir sir, bir qo'rquv, bir ta'sir kuchi edi. Unga qarshi odamlar ichidagina bo'lsa ham tilida dalil yo'q edi. Endi esa mayda detallar bir-biriga ulanmoqda. Uylar masalasi, aldangan ayollar, qaytmagan tilla, eski tanishlar, yashirilgan yo'llar. Bularning hammasi alohida qaralsa, mayda epizoddek ko'rinadi. Lekin birlashtirilsa, juda og'ir ayblov manzarasi hosil bo'ladi. Nazokatning o'zi ham buni sezdi. Shu sababli u bir joyda jahldan emas, ichki vahimadan gapirdi. Uning ovozi past edi, ammo har bir so'z o'qdek tegardi. Odam qachonki sherigi bilan jazo muddatini hisoblay boshlasa, demak u allaqachon qalban qamalgan bo'ladi. Nazokat endi o'zini qutqarish uchun nima qilishni bilmay qolgan edi. Va bu qo'rquv qamoqdan emas, nazoratni yo'qotishdan kelardi. Nazokat yonidagi qiz bilan munosabatlari ham bu qismda juda muhim ochildi. Ularning suhbatlarida ona-bola yaqinligi yo'q, sherikchilikka aralashgan nafrat bor. Qizning och qolishdan qo'rqishi, yashirilgan joylarni bilishini aytishi, keyin masxara bilan kulishi shuni ko'rsatadiki, u allaqachon nazokatdan na hurmat, na mehr kutyapti. U faqat omon qolish haqida o'ylayapti. Bu esa juda xavfli. Chunki mehrsiz sherik eng birinchi bo'lib sotadi. Menimcha keyingi qismlarda aynan shu qiz nazokatning eng og'riqli nuqtasiga aylanadi. Sudda emas,
tergovda emas, balki birgina gap bilan butun sirni teshib yuboradigan ham shu bo'lishi mumkin. Chunki u nazokatni tashqaridagi odamlar kabi afsona deb ko'rmaydi. Ichidagi chirkin haqiqatni biladi. Bir kuni kechasi hech kim kutmaganda aynan shu qizning og'zidan eng katta sir chiqishi mumkin. Yana bir juda katta detayl bor. Nazokatni tanimayman degan ayolning birdan yodiga tushib ketgan so'zlar. O'rtoq, tilla, uyga borish kabi mayda bo'laklar. Serial bu sahnani bekorga cho'zmagan. Bu yerda xotira emas, vijdon qimirladi. Tanimayman degan odam odatda ko'zni olib qochadi, lekin ichida qo'rquv bo'lsa, tili adashadi.